sun'iy maysamiz shuni eskisini olib tashlab turib, o'rniga yangi holatda qilib berilgan 2026-yilda sun'iy stadion qurish nechta pulga tushyapti deganlarga 170 millionga chiroyli holatda tomini yopib beriladi. Agar sizga patkulch kerak bo'ladigan bo'lsa, 40 ming dollar atrofiga tayyorlab beriladi. Soatda 200 ming so'mdan qo'yishar ekan. Eng asosiy yillar davomida pulli ishlab yotaverasiz. Bu ko'rib turgan joyimizga chiroyli holatda qilib berilgan. Bundan tashqari angar deganlarga angar, tomdan tashqari ishlab chiqarish joylariga, hamma joyga fermalarga yopib berishadi. Narxiga keladigan bo'lsa 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha kvadrati materiali hamma ichida yopib beriladi. Kraskasini olib beradigan bo'lsangiz bepulga sepib beriladi. Bundan tashqari shipr yo tunikasini olib beradigan bo'lsangiz tekin holatda, chiroyli holatda sizlarga qoqib beriladi. Eng asosiysi mustahkam bo'ladi. Kraska sepadigan bo'lsangiz, boshqa holatda zaylab ketmaydi. Ancha yil sizga xizmat qilib beradigan ham bo'ladi. Taxtadan ko'ra arzon va mustahkam bo'ladi. Pastda nomerlar bor, 12 ta bo'layotgan xizmatlar shu holatda qilib beriladi. Eng asosiysi materiallar hamma ichida vorib, stanovkasi bilan qilib berishadi. Ravshan Medon oldim deyish esdan chiqmasin.